Soat ham 8 bo'lib qolibdi. Barselonaga oz qolibdi-yu. Razjon aka, olmay, yaxshimisiz? Qalaysan, yaxshimisan, tuzukmisan? Nima qilyapsiz Razjon aka? O'tirdim oddiy Telegramda gaplashib, yozishib. Telegramda? Ha. Shu Rasuljon aka, men so'rayman deyman, doim xijolat bo'laveraman. Qanday bu ko'z oldida holatda, bu imkoniyat cheklangan holatda qanday bu telefonni ishlatasiz, sensorli telefonlarni? Yo'q, bu xijolat bo'ladigan narsa emas, so'raverasan bemalol. Oddiy u, qiyinchilik joyi yo'q. O'sha nimada telefonlarda, mana Android telefonlarda, o'zi hamma sensor telefonlarda, hozirgi telefonlarda gapiradigan programmasi bo'ladi. Android telefonlarda talkback degan funksiyasi bor. Shu funksiyasini yoqib qo'yadi. Nimadan Play Marketdan Arich Voice degan qo'shimcha sintezator olinadi va unga integratsiya qilib qo'yiladi. Masalan, ko'rsatib beraman. Qani ko'rsatingchi, qiziqda menga. Mana oddiy misol, mana hozir menda yoqilgan ishlayapti. Bemalol mana unga chapga suradigan bo'lsang, o'sha butun nimalarni ko'rsatib berib turadi. Demak, qaysi programma bo'lsa, o'shani o'zi o'qib beradi. O'shani o'qib berib turadi. Mana masalan, Telegramga kirmoqchi bo'lsang, mana ikkita urasan. Yo'q, mana hozir SMS ga kirib ketib qolibdi. Mana Telegramga kirmoqchi bo'lsam, mana ikkita urasan, kiradi. Telegram ichiga kiradi. O'ngga chapga suraverasan, chiqib keladi mana. Masalan, deylik, mana yozishim qanaqa deydigan bo'lsak, yozish qanaqa? Mana u yozaverib baribir qo'l kelib ketadi. Mana ochib olamiz. O'sha klaviaturani ochib olamiz, yozaveramiz. Masalan, mana assalomu alaykum deb yozmoqchi bo'lsak, o'zi ko'z umuman ko'rmaydi, lekin hadeb ko'p yozadigan bo'lsang, ko'p shug'ullanadigan bo'lsang, qo'l o'rganib ketadi mana. Mana. Shu demak, shunaqa imkoniyat cheklangan odamlar bemalol shuni o'rnatib o'zining telefoniga shu oddiy sog'lom odamlardaqa ishlatsa bo'laveradi. Ishlatsa bo'laveradi, albatta. Yaxshi narsa ekanda. Albatta, mana yozuv tayyor. Faqat ozgina harakat, ozgina qoyil lekin iroda kerak bo'ladi. Zo'r lekin Razjon aka, qoyil. Rahmat. Mayli, men futbol ko'rgani ketdim bo'lmasa, gaplashamiz. Xo'p, Razjon aka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling.